Alo, bloger qizni tanidingmi? Chiroyli qiz ekan. Sevibdimi yana? Bunaqalar bizga o'xshaganlarni mensimaydi. Sen shunaqada bo'laysan. Sport o'ynayman bilan $500 agar shu san bilan gaplashsa. Sen pulni tayinlab qo'yavergin. Ozgina vaqtingiz olsam maylimi? Rasmiy tushmoqchi bo'lsangiz ozgina kutib tura olasiz. So'ri savol qildim. Men rasmiy tushgani kelmadim. Siz bilan tanishmoqchiman. Uzr, mana bunaqa narsalarga vaqtim yo'q. Nima, siz shunchalik kibrmisiz? Nima, ko'chada duch kelgan odam bilan tanishmasa kibr bo'ladimi? Zaprosimda sizga o'xshagan bola tiqilib yotibdi. Men zaprosiz emas, oldingizda turibman. Hozir mendan nima xohlaysiz? Men bilan birga rasmga tushib, storiesga qo'yishingizni xohlayapman. Nima? Jinnixonadan qochganmisan? Toshingni ter. Tushundiramsan? Bermaqa telefonimni. Beraman, faqat bitta dona shartim bor. Ertaga kechki payt hammalar uchrashuvga chiqamiz. Bo'pti, yozaman. Ber telefonimni endi. G'ururli qizga o'xshaysan. Sendagi qizlar va'dasida turadi. Mana telefoning, ertaga kutaman. Можно поискать, распределять правду. Только небо знает, что же будет завтра. А мы перестанем делать зло и лиричный. Salom bloger. Bunga gul berib bo'ladi. Zaharliging menga yoqyapti. Ko'rishguncha demaysanmi? Hali o'zing kelasan oldimga. И Бога молю, чтобы я как тот раздал ее.